Assalomu alaykum. Bugun payshanba 2-aprel kuni. 1-aprel kuni berilgan analizlar juda zo'r yurib berdi. Bilmas ekan, bundan avvalgi kun ekan. Kechagi analizda bizda xuddi shu joyda entry qilgan edik. Mana natijalari bemalol ko'rib, tekshirib, sabablarigacha kanallarga tashlaganmiz. Biz обратный signalgacha kutdik. Entry zonamiz bu yerda bo'ldi. Tarifga zonamiz ham bor edi, aytganimizdek. Va bizda anchada zo'r yurib berdi. 1-3. Keyin alohida yana sell berildi. Gold ham bu yerda bor ekan, NZUSD. Bu hozirda AUDUSD H1 deydi. Hozir H1 da yaxshiroq ko'rinadi. Yaqinlashtirsak, keyin NZUSD. Mana bizda NZUSD. NZUSDda entry zonamiz, tarifga zonamiz xuddi shu joyda edi. 1-3, 1-2,5 yurib berdi. Обратный signal bor edi, hammasini yopamiz deydilar. Xohlaganda ushlanadi ham, bezi bitga deyildi, bezi dukkani uribdi. Xo'p, gold sell minimal risk. Goldda o'zimizda indikatorli scalping M15 bot orqali unda ko'rsatib bera olmayman. Lekin live trade qilganlar buni biladi. 150 pips yurib beribdi. Bu yerda katta time frame'da ham analiz qilingan. Bana tashalgan H4 ekan. Xo'p, ko'ramiz nima bo'ldi ekan H4da. Hoppa. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu yerda mana tashalgan H4da M15da entry istaymiz deyilgan edi. Sell ozgina ishladik, lekin ishonmadik, to'g'risini aytganda. Lekin ideya bor edi. Ideyada yaxshi yurib berdi. Xo'sh, hozir yana yangiliklarda ozgina ishladik, yangilikcha qiyin bo'ldi. Range holatga kirib qoldi. AUDUSD sell berildi. Mana xuddi joyda sell M15 time frame'da. Hop. Mana bu yerda yana trendliya, klassika. Hop. Mana AUDUSD sell berilgan zona oqyapti va tepada urdi. Mana tepamiz, tepada urib ozga qaytib yana ketib bordi. Hop, keyin bugungi analizlarimiz turist bezi bitka. Tilla ham aytgancha yaxshi yurib berdi bu yerda. Tilla sell berilgan edi. Tillada turist pips yurgan edi, keyin bezi bitkani urib yana ketib bordi. Bugun katta oqish qildi. Mana bizni urib ketgan joylari. Xo'sh, Euroutda endi bugungi analizlarda ertaga sizlarga analiz qilib beramiz. Bugungilar hozir yo'lda. Hozir AUGPI, AUGPI. AUGPI demas ekan bu. EuroGPI. EuroGPI'da entry zonamiz berildi. Kutamiz, stopimiz, take profitimiz birinchisi. Ikkinchisi bu yerda. Hop, keyin GBP/USDda buy zona, minimum risk bilan ketyapti M15da. Hop, buy zonamizga kiribdi. Bemalol pashetda buy kirib. Endi ertaga bu M15 ekan, ertagacha xudo xolasa tepalatib bu ham bo'ladi. Hop, gold sell ishladi hozirlar mana. Xo'sh, gold sell 37 ga berilgan sell. 4637, 30 gacha sell zona. Shuni ko'ramiz. Hop, bularni o'chirib yuboraman ekan. Hop, o'chirib yuboramiz. Bizda berilgan joyi gold. Xo'sh. Soat nechida berilgan? 1:59da. 1:59dagi joy. Mana xuddi shu joyda 30 gacha sell deyildi. Bizda 35 gacha chiqib berdi. 34 ekan mana. 34.69, 37da stop. 30 gacha sell. 30 dan hisoblasak yaxshi yurib berdi. Hop, 30 dan hisoblaymiz.
Savdosidan bu yerda 26 punktli harakat, 27 punktli harakat bo'ldi. Bu yerda 100 pips, orada 100 pipsga tushdi. Keyin 250 pips. 226, 27 punktli harakat bizni gruppada 250 pips deydi, chunki spreadlar hisobiga qaraganda. Brokerlar ham har xil. Hozirda save qilinibdi. Entry qilganlarniki hali urilmabdi. Agar men yerda stavkalar ochiq bo'lsa, bo'lmasam bu yog'ini ushlaymiz. Bugun ham yaxshi yurib berdi. Mayda ozgina bitta joyga tiqilib qoldi, oxiri tashladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammani tepalar urgan bo'lsa tabriklab qo'yamiz.